Do'stlar, O'zbekistonning eng katta global muammo bu sho'r. Monqarlar chiqishini mana. Mana shu sho'rda, mana shu oppoq mana monqarlar sho'rda. Buni sho'rda qanday yechimi bor do'stlar? Biz sizlarga do'stlar yechim topdik, xudo xolasa. Mana shu sho'rni sho'r bosadimi, butun şey ol boshadimi? Yomg'ir yog'adimi, suv tegadimi, vobshe qizig'i yo'q do'stlar. Biz hozirgi paytda endi monqarlar buni osonligini qaranglar do'stlar. Qaranglar. Mana bu devorlar sho'r bosgan. Pastni ko'ryapsizlar? Orqa tomonda yarimgacha sho'r bosgan, vobshe qiziq yo'q. Undan ham oson tomoni qaranglar. Любой odam, maktab o'quvchisini ham do'stlar, mana shu narsani ko'tarsa bo'ladi. Shuni qo'yadi. Ishlashi ham oson. Mana. Ko'tarib turib, o'zi aslida to'g'ri qo'yapman. Ha, mana oldinicha ko'tarib turib, qani ustasini endi bari. Mana. Do'stlar, aslida o'zi buni tepadan pastga qarab qo'yib ketiladi. Men endi orasiga sug'urtirib qo'ydim. Qaranglar, bitta bor. Mana. Bo'ldi. Ish bitdi do'stlar. Endi bitta qiziq tomoni. Mana shu devorga ko'ryapsizlar, to'g'ridan to'g'ri quyosh tutdi. Taxminan bir 4 yilcha bo'ldi do'stlar qilinganiga. 4 yilcha bo'ldi, ko'rinishi qani? Endi bunday narsa, suvni bering, kachirdi mana. Kachirdi olasizmi yo paxirlasizmi? Qizig'i yo'q. Orqasi sho'r bo'ladimi, sho'r bo'ladimi do'stlar mana. Bitta yugandan keyin yana yangi deb qolaveradi do'stlar. Mana sizlarga. Qaranglar, yuvilgan joyi, mana yuvilmagan joyi. Xudo xolasa do'stlar, biz hozirgi paytda Gold Euro fasad ketib kelganmiz. Ya'ni bizni nima deydi, O'zbekistonda ixtirochilar uyushmasi desam ham bo'laveradi bular. Nima uchun? Mana shu fasadni sho'rga, har xil turdagi yechimga, eng qizig'i bor, har xil turdagi mana shunaqa fasadni plitkalarni bir xil emas, 50 yo 60 xili mana shu yerda yaratilgan. Ana aytyapman do'stlar, yaratilgan. Mana shunaqa fasadchilar uchun, mana shunaqa yechim uchun, mana shunaqa ixtirochi bolalarga do'stlar like qo'yib, malades deb kommentariy yozib qo'yinglar do'stlar. Mana shular bari o'qiydi. Kirib o'qigandan keyin bunday maza qilib, sizlarning ishlaringiz shu bitta like bilan malades o'zbek deb yozib qo'ysalar, ular xursand bo'ladi. Sabab nima uchun? Oldin mana tomonni o'ylab topishgan. Undan keyin mana bunisini o'ylab topishdi. Hozir mana bugun yangiligi kelib turib, qaylar mana. Mana ham yangilik. Qaylar qanday ko'rinyapti? Bir baho beringlar. Oldin bu narsani qimmat $50, $100 qilardi do'stlar. $50, $100 emas. Vobshe oson. Arzon to'g'risi. Qiziq tomoni o'zingiz ham ishlab chiqarish. Uyingizga olib qo'yib, o'zingiz ham ishlab chiqarsiz bo'laveradi. Xolasi do'stlar, mana shu fasadni plitkasi ketsa buni ham qilib berishadi do'stlar. Xo'p, keling endi bir o'z qaysi birlarni gapirib berasizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamaysiz? Yaxshimi? Meni mashina shuni qo'yib yuborasiz. Mana, Xushkepsiz. Alloh, do'stlar, mana shu bola, mana jamoa bor, 4 kishi, 5 kishi, katta joy. Mana shu yerda izlanishadi. Hali nima deydi? To'xtamaydigan bolalar. Oldin misol uchun necha xilni bir o'ylab topdilar bu narsani. Deyarli barcha turlarini bilasiz, Gold Euro fasad ixtiro qiladi. Birinchi navbatda nimaki yangilik chiqsa Gold Euro fasadda, keyin boshqalarda. Chunki bizdan ko'chirma qilishini o'zingiz ham juda yaxshi bilasiz. Mana do'stlar, qaranglar, hozir 2023-fasonlarimiz qayerda edi? 23-da ixtiro qilingan. 2017-yilda chiqqan fasonlarimiz mana. 2017da. Ha, 17da. Bunimiz 23-yil chiqqan Sokoli. 23-yil chiqqan. Keyin mana 2026ni ko'ringlar do'stlar, 26da mana o 24da adashmagan yo 24. 24 bu 3D'larimiz, 25i 4D mana. Mana. Nima operator? Ko'p odam duh svet qo'ysa farqiga bora olmaydi. Bu triyoq svet bo'ladi, soyasi tushib turadi. Ha, bir-biriga. 3D da bunaqa emas, 4D da shunaqa. Bu 25-yilgi ixtirolar. 26-yilga ham juda katta yangiliklar qildik. Hozirgi kunda 3 xil fasonlarimiz chiqdi. Mana shu ham 26 bo'lsa kerak, chunki 24. Yo'q, 25 ta oxiriga chiqqan Montana Sokolimiz. Buni fasadga ham qo'ysa bo'ladi. Ham fasadga ham so'kilga ham zo'r aytyapti ekan-da bu. Fasadga ham so'kilga ham qo'ysa bo'ladi. Mana shu bitta narsani nima qilish uchun
bu qolipini qilib olish uchun do'stlar ozgincha pul ketmaydi. Mehnat qilinadi. Nechta qolip pachaqlab buzilib rasos chiqariladi do'stlar. Lekin oxiri mana shu gul mashinaga yetib keladi, mana shunga. Qanchada bitta o'zi bilsam 1 yilda 2 ta yo 3 ta chiqaryapsiz. Albatta, o'zi bitta yangilik ixtiro qilishlik uchun 3 oy 4 oy vaqt ketadi. 3 oy 4 oy vaqt ichida matritsasini 7 kishi 8 kishi tayyorlaydi. 7 kishi 8 kishi tayyorlaydi. Qo'lma-qo'l o'tib bitta. Mana o'shuning uchun like qo'yib, hali nima deydi, ixtironing koniga mana fasadniy plitkani to'g'risini aytib beraylik, Gold Euro fasad oldin ixtiro qilib chiqaradi. Bundan keyin sekin lyuks kopiyalar paydo bo'lishni boshlaydi. Lyuks kopiyalar ko'p odam juda bilasiz, Gold, Euro faqat qo'yib olgan. Bizni brendimiz asosida savdo qiladi, Alloh barakasini bersin. Lekin haqiqiy Gold, Euro fasad koni mana shu yerda bo'ladi. Koni shu yerda. Xo'p, qarang. Fasadniy plitka bular do'stlar fasadniy plitkani ishlab chiqarishadi. Nimani ham sotaverasizlar, qolipni ham o'rgatib ham qo'yasiz. Qoliplarini o'rgatamiz. Hozir mana abuchinachi bolalarimiz bor. Hozir aka Surxondaryodan, o'zimizni Andijondan, kecha mana haligi Siddiq uzga berdik. Toshkentdan, Xorazmdan shogirdlarimiz bor edi. Ular ham uje o'rganib, bugun ertaman duolarimizni olib ketdi. Do'stlar, nechta shogird qildilar? 1000 ga yaqin desak ham bo'ladi. 1000 ga yaqin. Qiziq bor. Amerikada ham shogird bor dedilar. Albatta. Amerikaga ham do'stlar, ayniqsa bizni o'zbeklar, bizni shu YouTube'da video kanallarimizni ko'rib, bularga zakaz qilishgan, qolipda Amerikaga ham jo'natishgan. Hozir Amerikadan ham chiqaryapti do'stlar. Bu Amerikadagi amerikalik emas, o'zbek. Biz ham o'zbek, chunki o'zbek tilida do'stlar. Shu like qo'yib, o'sha amerikalik gazini bosib like qo'yib qo'yinglar, baribir videoni ko'radi. Biz kanalimizga obunachi. Albatta. Gazini bos amerikalik, Oybek o'zbek deb yozib qo'yinglar, xudo xolasa. Endi do'stlar, men buni nimani ko'rsatgan? Biznes loyihani osoni, oilaviy bemalol qilsa bo'laveradi. Ayollaringiz uyda farzandlaringiz bilan qilsangiz bo'laveradi. Keyin juda ko'p odam negativchilar yozadi, buni nimasi yo'q, qayerda sotamiz yo'q do'stlar. Sotishga reklama qilasizlar. Kerak bo'lsa, jicha-picha o'rgatib ham qo'yishadi. Sotishga aka, hozir mana toshlarimiz ulgimayapti. Ob'yomimiz katta bo'lgani bilan ishlab chiqarish yo'lga qo'yadigan bo'lsa, bitta shogirdimiz, hamkorimiz kelib, shogird demaylik, hamkor deylik. Hamkorimiz kelib ishlab chiqarishsa, O'zbekiston 12 ta viloyatida ishlab chiqarish yo'lga qo'yadigan bo'lsa, oyoqqa turguncha savdosini qilib beradi bolalar. Sotuv bo'limida 4 ta bolalar bor, bilasiz. Hammasida telefon tinmaydi. Chunki do'stlar, maqsad naqada juda ko'p odam menga kommentariy yozadi, o'zi zo'r daromad qilayotgan biznesni birovga o'rgatadimi? Do'stlar, rizq Allohdan. Albatta. Rizq Allohdan. Batta bunaqada, misol uchun men bu shu ishda, shu biznesni o'rganaman desam, men bular menga o'rgatmasa ham, o'rgatmasa ham qolipini sotmasa ham men buni qilaman desam, balli qilaman. Qilaman degan odam любой joydan qiladi. Albatta. Undan ko'ra shuni qilsin, zo'rini qilsin, to'g'risi. Haligi mana ertaga ko'chada bitta joyda ishini ko'rishganda, ya bu fasadniy plitka bo'lmaydi, rasvo xunuk chiqadi degandan ko'ra, bular undan ko'ra kelsa, mana qolipimizni olsin, o'zimiz o'rgatib beraylik, zo'r qilib chiqarsin, ko'chada bunday ko'rgandan keyin, "Yo, shu zo'r narsaga turib, ham bizni ham savdomiz ketyapti, ham uni ham savdosi ketyapti." Do'stlar, buning uchun like qo'yib, malades deb yozinglar, xudo xolasa. Xohlasalar fasadniy plitka kerak bo'lsa, aloqa qilsalaring, narxlarini nech puldan boshlanadi fasadniy plitka? Fasadniy plitkalarimiz narx-navosi o'zgarmagan aka. 65 ming so'mdan 120 ming so'mgacha. O'sha turiga, guliga qarab turib. Qoliplarimiz ham narxi o'zgarmagan. 135 dollardan 210 dollargacha. Ko'pchilik savol tushyapti. Ko'p odam adashyapti, to'g'risini aytganda. Arzon narsani qimmatga olib, Gold Euro fasadni brendi bilan bir xil deyapti-da, rezinkasi bilan. Bu yolg'on. Buni laboratoriya qilsa ham 100 chiqadi. O'zimiz brend asosimizda chiqadigan rezinka qovush formalarimizga aka garantiya beramiz bularga. Mashina necha pul mashina? 195 dollardan. 195 dollar. Buni ichida abuchinasi, yotog'i, bir mahal issiq-ovqati besplatniy. Bu 135 dollar. Adashmanglar. 160, 170, 150 dollar olayotgan qolipinglar bizda 135 dollar. Buni ham yana chegirma qilib beramiz. Zo'r. Endi qarang. Mana ikkovi bir xil qolip. Ko'rinishidan bir xilda, to'g'risi. Operator yaqinroq ko'rsatdi. Ko'rinishidan ikkovi bir xil. Endi qop-qora ikkovi ham rangi o'zgarmagan.
faqat o'sha seriozda farq qiladi deyapsiz buni. Keyin bizga ko'p savollar tushadida, nimaga sizlarda qimmat deydi. Sifatli mahsulot arzon bo'lmaydi. Arzon narsa sifatli bo'lmaydi birinchidan. Buni ham hisobga oladi do'stlar. Buni mashina mingan odamlar farqiga boradi. Mashinani minayotgan paytingizda balonni $50 ham balon bor, $20 ham balon bor. Ikkovi ham balon. Lekin nimasida farq qiladi? Yumshoq qattiqligida. Ikkovi bir xil, razmeri hamma yo'q bir xil, tishlari ham bir xil. Faqat brendda farq bor. Masalan, Charimxo degani bor, eng yumshoq o'sha brend bo'lib ketgan, masalan, uning narxi qimmat, to'g'risi. Bitta balonda o'zi $100 dan mana shunaqa. Xuddi shunga o'xshagan, shuni brendiga o'xshagan Charimxo bas bir balo qo'yib qo'yishgan, lekin brendi kerak bo'lsa $20 so'm sotadi. Albatta. Buni ham qolib farqi do'stlar, xuddi o'shaqa bu ham o'shaqa mashina rezinkasiga o'xshagan narsadan qilinadimi bu ham? Yo, buni retsepti отдельный boshqacharoq. Imonni shu uchun chiqadi, fasadni plitka uchun chiqadi buni retsepti. Ko'pchilik uniki, buniki deydi. Hammasi yolg'on. Bu anaqani ochib qo'yapmiz endi. Hammasi yolg'on. Biz yolg'on guvohlik bermaymiz. Imonni fasadni plitka uchun mana shu narsani o'zimiz tayyorlatamiz. Bu sifatligidan sifatli mahsulot ola oladi. Sifatsizdan mahsulot ola olmaydi. Ertaga bu toshlarni klientga bergandan keyin o'zlari juda yaxshi biladi. Razmeri qochishni boshlaydi, qolipi yirtilishni boshlaydi tez orada. Razmeri degan narsani hozir aytib ketdingiz. Do'stlar, mana qolip bilan mana bu tomonni ko'rsatgan operator sifatli qolip bilan sifatsiz qolipda nima farqi bo'ladi degan bo'lsalaring, qolipning ichida 1 mm farq noto'g'ri bo'lib qolsa, mana chiziq bor-ku, operator uzaradan olasiz. Mana shu chiziq bor-ku, u yo tepaga qarab yurishni boshlaydi, yo pastga qarab yurishni boshlaydi do'stlar. Ya'ni уже millimetr aqabaqa qochishni boshlaydi. Shuning uchun aytyapman, bular Gold Euro fasad shunaqa bolalarki, jamoasi bitta qolipda kerak bo'lsa 3 oydan 6 oygacha ixtiro qilib, uni millimetr guliga qilib turib, o'zlari chiqarib, bu temda joyga terib, ko'rib, keyin yoqqandan keyin savdoga chiqarishadi. 3D mahsulotimiz 2024-yil chiqqan, bilasiz. Birinchi bo'lib o'zidan berganmiz. Bu narsa 8 oyda tayyor bo'lgan. 8 oyda. 3D mahsulotimiz. Chunki kopiya olishlik bo'ladigan bo'lsa, boshqa sexlar kopiya olgani bilasiz. Chunki bularda stiga katta bo'lib qolgan, kelmagan, yemagan. Chunki xaridor ham biladi. Original bilan podoriginalni. Hozirgi kunda juda anaqalarimiz ham inja bo'lib ketgan. Klientlarimiz ham. Zo'r. Xo'p, endi qarang, necha pul ketadi bitta biznesni boshlash uchun? Endi hammani puli har xil Oybek aka. Eng minimal bir 2000 bilan boshlasa bo'ladi. 2-3 ming dollar bilan, ozroq bilan boshlab, ob'yomini ko'tarsa bo'ladi. Chunki mana shogirdlarimiz bor. 15-16 kvadrat bilan boshlab, hozirgi kunda ob'yomi 100 ga chiqqanlar bor. Mana kecha Tojikistonga Najibulloh Dushanbega chiqardik. Birinchi boshlashida o'zi 260 kvadrat qolip oldi. Mana hozir Mongoliyaga, Bishkekka yana qoliplarimiz tayyor bo'lyapti. Mongoliyaga 100 kvadrat, Bishkekka 200 kvadrat. Undan tashqari mana Surxondaryoga, o'zimizni Andijon Botaqaraga bitta ukamiz ochyapti. Ularga 30 kvadratdan. Mablag'iga qarab pul tikaveradi. Biznes katta kichigi bo'lmaydi. Ya'ni nima, buni nimaga so'radim do'stlar? Bemalol Matisi bor odam, Matisini sotib turib pulimi chiqaramanmi deydigan odamga do'stlar, Matisini sotib turib erinmasdan, Matisini sotib turib mana shu biznesni boshlab, necha reklamaga zo'r urg'u berganingizda, o'zi bitta odam kelganda bitta uyda o'zini kvadrati 150-200 kvadrat bo'ladi. Albatta. Bir kunda minimum 200 kvadratga qolib oladigan bo'lsangiz ham, bo'l 10 kun haligi inson uchun ishlaysiz, to'g'risi. 10 kun haligi inson ishlaysiz. Agar 3 ta yo 4 ta zakaz olsangiz, yozgi sezon tugatasiz. Yana bitta zo'r tomoni bor, bu fasadni plitkani qishki yozgi sezoni yo'q. Albatta. Ya'ni agar reklamani vaqtida gumbulat uradigan bo'lsangiz, qish kunda misol uchun to'y bo'ladi, marosim bo'ladi, kimdir ota-onasini umraga jo'natadi, mana bilasiz, umra asosiy nimasi shu qish kunlarda bo'ladi. Ota-onasini umraga jo'natib yuboradi, fasad xunuk bo'lib qoladi, o'ylanib o'tirayotgan paytda shunday kelib turib bir haftada mana bunaqa reykani to'qishadi mana do'stlar. Har bitta reyka to'qiladi. To'qilgandan keyin shuni qotirib ketishaveradi. Bo'ldi. Bitta laklab qo'ysa, 1 yil bir marta shu bitta kartchini bitta laklab qo'ysa, yangidek turaveradi, to'g'risi. Keyin shuni ham aytib o'tib ketaylik. Reyka qotirsa chirib ketadi degan odamlar juda ko'p yozadi-da, kommentariyalarimizga ham. Buni orasida havo sirkulyatsiya bo'lib turadi. Reyka chirimaydi. 15 yilda bu yoqda turgan xonadonlar bor.
chem profildan ko'ra yaxshiroq. Xohlasa, mablag'i ko'proq bo'ladigan bo'lsa, profilga qilsa ham bo'ladi. Bundayroq bo'ladigan bo'lsa, sasni rekiga qilsa bo'ladi. Endi chirishi mumkin. O'zimizni haligi teraklarda qilib qo'yadigan bo'lsa, ular chirishi mumkin. To'g'ri, shuni ham hisobga olasizlar. Lekin sasni rekalarimiz inshaalloh bu yoqqa dovur podvalit qilmagan. 9 etaj domlariga dovur, 6 etaj 9 etaj domlariga dovur xuddi shu rekada chiqqan. Zo'r. Do'stlar, biz Gold Euro fasadda biz Andijon shahrida ekranda nomerlar turibdi. Orada shunaqa bo'lib qoldi, telefon ko'p bo'lib ketgan, javob berishim. Mabodo telefon qilsa, telefon zayd bo'lsa, nima bo'lib qoladigan bo'lib qolsa, do'stlar, bular ham inson, to'g'ri tushunasizlar. Qaytaramiz. Qaytarishadi. Qaytarishga ulgurmay qolsangiz ham Telegramdan yozsalaring, biz mana Tojikiston ko'rsatadi. Tojikiston juda ham ko'p kelib bizda nechta bir Tojikistondan bir 50 tacha keldi, Yo'q, undan ko'p. Undan ko'pmi? Hozir mana yana 4 kishi 5 kishi kelyapti hozir. Endi Tojikistonda ham juda zo'r hamkorlarimiz bor. Ishlarini yo'lga qo'yib, zo'r bo'lib ketgan bolalar ham bor. Qirg'izistonda, Tojikiston, Turkmaniston, uje kecha Afg'onistonga ham chiqardik qolib. Afg'onistonga ham qolib chiqardik. Uje sekin odamlar ajratyapti o'zi. Misol, hamma sexni ko'ryapti-da. Negizi shu yerligini bilib, baribir aylanib ko'rib kelyapti. Erinmasdan kelinglar, ko'ringlar. Andijonda oshini bitta tatib ko'ringlar. Albatta. Bitta mana farqiga boringlar. Misol uchun o'zimiz reklama qilganmiz, to'g'risini aytib, bundan ham arzon reklama qil. Endi bizning tirikchiligimiz reklama. Bizga unisini ham bunisini ham maqtab berishadi. Bizni maqtab berishimizga nima qilmanglar, ishonmanglar. Ekranning nomerlariga aloqaga chiqinglar. Kelib tekshirib turib, yangiligini qaysi, yengillik qaysilarga bo'lsa, inshaalloh nasib qilsa ishlarni bitkazib berishadi. Hali bularning orqasidan Alloh kuch-quvvat bersin bularga. Bironta odam telefon qilib, menga vaqtida qolipni tayyorlab berishmadi, yo menga o'rgatishmadi, yo men bulardan qolipni olib, men bu biznesni yurgizolmadim degan joy bor. Aytayapman, eslaringizda e'tibor qilgan bo'lsalaring, kerak bo'lsa mana Tojikistondan chiqasizmi, Turkmanistondan chiqasizmi, Afg'onistondan chiqasizmi, kerak bo'lsa o'zlari ulgurmasa ham, o'zlari zakaz ulgurmasa ham sizga klientini berib, mana shu yerda shogirdimiz bor, işte hamkorimiz bor turib, bemalol sizga yo'naltirib ham qo'yib, siz klientga yordam berishadi, xudo xohlasa. Albatta. Rizq Allohdan. Sizni klient bersa, bular rizq puli kamayib qolmaydi. Xudo bu xudum bular rizqni beradi. Bu bulardan tashqari hammamizning do'stlar, like qo'llab-quvvatlaymiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling.